La ilahe illalloh Muhammed Rasululloh şehade la ilahe illalloh ve şenne Muhammed abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum. Yangi O'rta Osiyo xalqlari, O'rta Osiyo dinga qiziqadiganlar, yangi mujohidlar, musulmon davlatini xizmat qilib himoya qilaman deganlar yoki Falastinga, Suriyaga urushga bormoqchi bo'lganlar, yangi Abu Salohning komandasi yoki o'shani ergashgan bir 30 mingta partiyachilari yoki bo'lmasa Abu Salohning o'ziga bugun gap qilamiz. Abu Saloh degani mujohid man chiqibdi. Mujohidlarning yangi bitta nimasi man chiqibdi. Shu qancha dars qilgan, bir 360 dan qancha darsi bor ekan, bir 30 ming podpischasi bor ekan, bir ikkita uchta kanali bor ekan. Senga gapiraman, Abu Saloh deganlari, mujohid deganlari. Sen jihodga da'vat qilib bir 28 minut gapirgan ekansan, jihod haqida, bir o'ylardan Dajjal haqida gapirgan ekansan. O'shaning uchun senga bir atit qilaman, panatka beraman. O'sha senlar jihodga da'vat qilib turgan ekansan, Suriyaga mana da'vat qilding. Suriya o'zi mana prezidentlik davlati bo'ldi. Shomni lozim tutinglar deganlar, Shomga boringlar deganlar. 11-12 yildan keyin fitna deganlar, fitnalardan keyin chiqadi deganlar. Mana men chiqqanim 3 yil bo'ldi, 13-14, 24 boringki mana 26 ham bo'lyapti. Menga ham o'zgarish yo'q, senlarga ham o'zgarish yo'q. Sen yana jihodga da'vat qilyapsan, tiqishtirib hadislardan, oyatlardan qancha yangini tiqishtirib taylagansan, 28 minutcha hamma narsani yopishtirgansan. Keyin panatka beringlar, namozga kamchiligi bo'lsa o'rgatganda mujohidlarga kamchiligini aytinglar debsan, men senga aytaman kamchiligingni, boshqani aytaman, mayli. O'sha ma'dim men xalifasiz yangi jihod bo'ladimi degan savolga javob bo'laveradi degan ekansan. Oldin nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Bundan keyin fitna zamonlarga keldi. Fitna zamonlarga uyga o'tirishlik aytilgan. Haqiqatan ham uyga o'tirib nima qilasan? Damgina o'tirmaysan. Uyga o'tirib mana shu internetga, telefoning orqali nima qilasan? Yangi Imom Mahdiga men internet orqali da'vat qilamanmi? Internet orqali o'zingni mana bu yerga kommentariyni yozasan, xohlasang o'zingni kanalingni yozasan, mana Mahdi chiqdilar deb. Yana bu Antikrist Dajjal deganing bu demokratik tizim yelkasida tog'dek non bo'ladi, non bu oylik yoki boylik. Hozir hamma O'rta Osiyo musulmonlar Amerika, Yevropaga ishga borishyapti. Uni jannat do'zax esa jannati, ya'ni erkakni erkakka, ayolni ayolga ham nikohlab beraveradi va har qanday Qur'on yo hadis yo tizimlar yo'ldir islomga, ya'ni Dajjaldir. Bu masalan Dajjalni bir kuni, bir yilda 40 kun chiqsak, yana bir kuni, bir oyda, yana bir kuni, bir haftada qo'yangular oddiy kunlar degan masalan. Deylik mana shu Trampni bitta yangi saylangan davri 5 yil bo'lsa, yo'lmasa 2000-yildan 2000-yildan boshlanib yangi Iroqda urdi. Uchta davlatning muddati dinor zaiflashadi deganlar. O'sha shaharlar ketdi, mana Iroq, Falastin deysanmi? Eron, yana boshqa davlatlarning musulmon davlatlar o'zi yeyapti. Qaysi davlatdan bo'lsa, olib chiqyapti uni po'shasini. O'sha davlatdan yangi muddati dinor zaiflashadi deylar. Iroqda urdimi, yangi Qaddafi madafilarini yo'qotdimi, Falastinning ham ahvolini ko'rib turibsanmi, Eronga ko'rib turibsanmi? Xo'sh, nima qilish kerak? Uyga o'tirishlik qilishini toshga ursin, sindirsin, aralashmasin deyapti. Firqaga 73 ta firqaga bo'linganligini ko'rdingmi? Shia, piyada, babin, sunniy deb yeyapsanlarmi, g'ajilayapsanlarmi kommentariyaga? Mahdi chiqqandan keyin uyga o'tirgandan keyin nima qilasan? Mana shu video orqali, demak video orqali bo'lsa, video orqali qo'llab-quvvatlaysan, e'lon qilasan mani. Tushundingmi? YouTube'ga kirsang 5 ta kishi chiqadi deb yozilgan, nima bu oxirgi zamonga 5 kishi deb qo'yasang. Qahtonlik kishi chiqadi, birinchi asab bilan boshqaradi degan. Keyin u musulmonlardan bo'ladigan, yangi Usama bin Ladenning edi u. Nima qildi? O'sha sen aytgan jihodlarni qildi, sana Mahding aytgan jihodlarni qildi, hech narsa o'zgarmaydi. Sen aytgan Mahding ham bor, Arabistonga urush qilsa hech narsa ham bo'lmaydi. Biz Qur'on karimida Naml sura 82-oyatga, Zuhruf sura 61-oyatga aytilgan qiyomat soati Iso degan joyga kelib bu vaqtdan o'tishlik mana orqali bo'ladi bu. Qachonki bo'ysunsanglar, birlashsang, o'sha musulmon ummating deysan, mana o'shalarga fatvo berishing kerak. Fatvo men bo'ladi, men chiqaraman bundan keyin inshaalloh. Yangi Dajjalni bir kuni bir yillar deyapsan, ana o'sha Dajjalni qilibdi. Bu paytga tinch turishga ham, Dajjalga yerga ikkiga bo'lindi degani ham shu, yangi qiyomat soati Qamar surasi 1-oyatga oy bo'lindi, qiyomat soati boshlandi. Mana shu qiyomat bitta ma'nosi musulmon davlatlarining, mamlakatlarining bayrog'iga bormi yangi narsa? O'sha oy musulmonlarning bo'linyapti demokratingga. Ana shu
oy bo'lindi deganing musulmonlar bitta ma'nosi musulmonlaringni bo'lingani endi bayrog'ini tagiga yangi yo Trampga qarab ketasanlar yo nima qilasan yangi jihod qilamiz deganing Suriyang o'zi ko'rib turibsan $1 million sotib Tramp ketdan yillanib yuraveradi. Boshqa nima qiladi? Hech narsa qila olmaydi. Yana bitta jihod qildi deganing Afg'oniston bo'lsa, vaqt Pokistonni uribdi, bultir ko'rdim Eronni uruvdi. Sen shuni musulmon degan bo'lsang, payg'ambarimiz aytganlar bir-birlaringni bo'yni kesma deganlar. Senlar musulmonsan, yana shuni jihodga da'vat qiladigan bo'lsang, tinchlik yo'li bilan jihod qilamiz. Jihod Abu Sufyonning o'yiga tinchlik degan paytlarga o'tgan. Bekinganlarga tinchlik degan bo'lsalar, Makka fathiya o'sha payt. Undan keyingi jihodlar nima bo'lgan, nima qo'ygan? Bundan keyingisi qiyomat soati deyapti. Qiyomat soati yo o'tiladi yo o'tilmaydi. Qachonki bo'ysunsang, yergashsang bo'ladi. Yevriylarni birikish kerak yevriylar bilan. Chunki agar hozir musulmonlar, xristianlar, yevriylar birikmasak, ularga O'rta Osiyo din mazhabini olishni taklif qilmasak, Alloh taolo birinchi marta Mo'g'ul balosi bilan azoblaganday, yana ikkinchi marta Yajmaj to'g'oni va'dasini bergan. Bu Al-Anbiyo surasi 96-oyat. Mo'g'ullar nima uchun urgan? O'sha paytdan 8 martami 7 marta Rumga hujum bo'lgan ekan. Rum deysan, baloy batar deysanlar, mujohid deysan. Ruming mana shu SSR emasmi? Rum emasmi? Mana shu Mag'dini davlati mana shu SSR edi, men davlatim SSR edi. Buzildi. Yana qaytib inshaalloh shu an tiklashni yo'llaganman inshaalloh. 1970 men tug'ilganman, 1870 Lenin tug'ilganman, Leninniki dohiyman Lenindan keyin. Shu qahtonlik kishi Usama bin Ladendan keyin Quljaqchaqman, Rabota qilota, Rabotchi ochqul xaltura xoldor yeshonman, mana qilgan. Brigadir Alloh qavmda dilimizda degan hadis. Dvorniy deganing bug'doy o'g'ri. Men kolxozdan bug'doy o'rgan bo'lsam, odamati ham men qilgan bug'doy daraxti tengan u. Mana galaktikani oti ham nima deydi otini? Samon yo'li bo'lmasa meshni put, yangi tegirmon yo'li deydi. Ya'ni yangi Makkaga hojilarning aylangani ham tegirmon ma'nosini beradi. Osiyoga joylashgan bo'lsa, yuqori, mayda, pastda, katta, o'rta Osiyolar bor. Payg'ambarning hadisi bo'yicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamma narsani o'rtachasini ushlaydi yani. Bu O'rta Osiyo o'rtachasi. O'rta Osiyo din maqsadi olishlik buyuriladi. Tamam, bu Allohning buyrug'i. Sanlarga yetadigan buyruq shu. Demak, urush qilmaslik tinchlik yo'li bilan. O'rta Osiyo sarasiyo tegirmonni boshlaydigan Teber, Girol, Monqo'y berdi. Tegirmonchi men. Tinchlik yo'li bilan hal qilib beraman. Razbod, ya'ni Alloh bor. Razbodchiman, ya'ni Salim Boyvachchaning meni padi yopgan bu. Alloh taolo nima uchun qilib berib qo'ydi aytlarning mafiyasiga? Mana shunaqa yo'l bilan men hal qilaman. Mana shu Salim Boyvachchang nima qildi? Shunaqa yashadi vagonlarda, o'sha estirdi, bizni nima qilyapsan? Qiz kapaniga. Harom rizq bilan rizqlanayotganing, rizqlanavering, halol xohlaganing har bir qarshi yer masjidir deyilgan. Islom bilan bo'ladi inshaalloh. Qanaqa davlat podshohsimisan, boshqa baloy battarimisan, hozirdan kanaling bormi, boshqang bormi e'lon qilaver, mahdi chiqqanini qutlab olaver, xursand bo'lib. Qancha Allohdan xursand bo'lib qutulib olsang, tinchlik yo'li bilan bu missiya o'tishini Allohdan shukr qilib, masjidlaringga Allohga shukronasini bildirsang, shuncha yaxshigina bo'ladi, shuncha oson o'tadi inshaalloh. Bo'lmasa yo alomatlar, yangi 10 ta katta alomatga yo alomatlar ham qo'shilaveradi, yadrolar ham, baloy battarlar ham. Shuni bilib qo'ygin. Abu Saloh degani, oting nima bilmayman. Sana Abdulla Zufaringga ham tegishli bu, yangi nimadir? Hizb Tahrir Mahmud Normumin deganingga ham tegishli. Hamma da'vat o'zbek zamoningga ham, tojik zabonana, o'ris purslaringga ham, bilgan bilmaganingga ham tegishli bu gap. Lalay palay qilib o'tdima bu. Yangi oyatda mana qilgan yerni kamaytirayotganim bir chekkadan kamaytirganimizni bilmadingizmi degan oyat ham. Ya'ni yerda kartasi menga dudima, suv-suvda baliq-baliqda o'kkiz-o'kkizda yer bor degani men. Chunki umrim kamayapti. Mahdi chiqqan 5 yil, 6 yil, 7 yil bo'lmasa, yoki uzoq bilan 9 yil deganlar o'tdi ketdi bu narsalar. Abadiy emasmi? Shuning uchun tezlashtirgin. Kunni o'tkarma. Vaqqa qilganing bilan o'sha musulmonlarning o'limiga o'zing sababchi bo'lasan. Jihodga chaqirganing bilan hech kim seni bormaydi ham, go'ram qilmaydi. Hamma o'zini kobalt olaman, boshqa olamani bilan. Tushunaymi? Davay. Komil insoningga ham shu avtoritetning yangi Salim Boyvachchang men. Padiyopkan, meni padiyopkan bu Salim Boyvachchang. Tushunaymi? Esir tiklaymiz. Nima uchun? Yevropaga qilishu san gapirgan yangi hadisdan, oyatlardan 1000 ta, 100 mingdan tiqishtirib turibsan, lekin bu to'rilarni o'zi aytib qo'yganda Abdalauddin degani o'zi nima degandi? Ruslarga Iso payg'ambarni nima siladi, yangi soldatlarni jo'natguncha Ukrainaga. Tushunaymi? Bu esir qurish kerak. Bo'lmasa, bular aytayapti, dunyoni Islomga keltirishga bo'lmasa esir qurib
yangi nimanichi keyin avtomobildan Z yozilgan tanklarga, Z degani zapat degani, zarba degani, zapatga, ya'ni Qo'shmag'irdan chiqishi degani mana shu. Qo'shmag'irdan chiqishi g'arb mamlakatlar islomga kirishi, ikkinchi etap Xitoy va Hind keyin majbur bo'ladi islomga kirishga. O'sha slavyanlarning yangi urushi, musulmonlarga qarshi 8 marta hujumi, musulmonlaringni yangi Andalus balolarni olaman deganing, qisqapaning ham bo'lmaysan, maqtanib o'tdim ularingni. Shuningmi, tinchlik yo'li bilan mana shu yevroylarni kelmashi yutib, yevroylarni o'zini mana shu bilan ishlatamiz. Boshqa iloji yo'q. U qurol yarog' bilan mana bu Edmond Dantes aytganda, mana bunaqa pichoqni urib, ko'kragini yara qilish bo'lsa, mana hammani qo'ldan keladi. Alloh xohlaganga hammani mana ham kasal qilib, uzoq qilib qo'ymasdi. Mani uraydigan, yoraydigan qilardi. Hammani qonim tugman, yer yutadi degan. Hammani yutaman, любовь bitaman. Qabul qilgin, tamom. Xursandchilik bilan qabul qil missiyani, xursandchilik bilan Mahdini qabul qil. Xursandchilik bilan Iso alayhissalomni qabul qilgin. Alloh taolo xuddi jannat va do'zaxni yaratgandek, Mahdini ham turli nomlar bilan Mahdi atagan. Mahdi Iso alayhissalom ikkinchi kelishi, ya'ni dabatalar Moskva fathida yashillik urushga, Qurvaqqa, Rabjahja yangi qul qahtonlik kishidan keyingi qul u Mashiach yurilayotgan xromoy gonchar deysanmi? Balay batar mingta oti bor. Davay assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.